farzand orzusida yashayotgan minglab oilalar bor. Ba'zida muammo ko'rinmas bo'ladi. Hech qanday sabab topa olmaymiz. Ko'pchiligingiz immunologik bepushtlik haqida eshitmagansiz. Bepushtlikning shunday turi borki, bunda organizmning o'zi spermatozoidlarga qarshi kurashib, homiladorlik bo'lishiga hech qanday yo'l bermaydi. Erkaklarda spermatozoidlarga qarshi antitanalar paydo bo'ladi. Ayol organizmida esa bachadon bo'yni qavatidagi shilliq qavat spermatozoidlar kirishiga to'sqinlik qilib yo'l beradi. Tasavvur qilyapsizmi? Erkak kishining o'zida spermatozoidlarga qarshi bo'lgan antitanachalar paydo bo'ladi. Ayol kishining organizmida bachadon bo'ynida shilliq qavatda spermatozoidlarni halok qiluvchi, yo'q qiluvchi hujayralar paydo bo'ladi. Ammo umid bor. Hozirgi kundagi zamonaviy tibbiyot immunologik bepushtlikni aniqlash va davolash imkonini beradi. Immunologik bepushtlik ko'pincha yashirin sabab bo'ladi. Lekin o'z vaqtida aniqlash, tashxis qo'yish sizga ham ota-ona bo'lish baxtini va imkonini beradi. Hozirroq tekshiruvlar uchun quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing. Biz sizga albatta yordam beramiz.